Qarzdorlarda o'ziga tegishli payg'ambar alayhissalomning muborak duolari bor. Buni yodlab olishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga Abu Umoma keldilar. "Ha, Abu Umoma, masjidda qatnayapsiz-ku, lekin kam ko'rinyapsiz. Ya Rasululloh, meni g'am tashvish solib qo'ydi-da, qarzim ko'payib ketdi." Payg'ambar alayhissalom, "Senga men qarzlardan qutuladigan duoni o'rgataymi?" dedilar. "Ha, ya Rasululloh, o'rgating menga." Payg'ambar alayhissalom, "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani va a'udhu bika minal ajzi wal kasali va a'udhu bika minal jubni wal bukhli va a'udhu bika min g'alabatid dayni va qahrir rijal." Shuni aytgin dedilar. Buni ma'nosi nima? Ey Alloh, sendan g'am bosishi, mahzunlik, ojizlik va dangasalikdan panoh so'rayman. Qo'rqoqlik, baxillik, qarzga botish va odamlarning meni ustimdan g'olib bo'lishidan panoh so'rayman degan duoni payg'ambar alayhisalom o'rgatdilar. Abu Umoma o'zlari aytadilar, shu duoni o'rganganimdan keyin erta kechda payg'ambar alayhisalom buyurgandilar, erta kechda shu duoni o'qirdim, tez fursatda qarzlarim tugadi va g'am tashvish, dunyo g'am tashvishi mendan yiroq bo'ldi dedilar. Mana payg'ambar alayhissalomning duolari. Qarzdorlar shuni o'qib yursalar, inshaalloh Alloh najot berar ekan.